بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا بعد الله سبحانه وتعالى دان yordam so'ragan holatda Vasful Janna jannatning vasfi degan kitobimizdan darsimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan safargi darsimizda jannat ahlini manzilalarini va jannatga birinchi kiradigan kimsalarni va jannatni birinchi bo'lib taqillatadigan kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ekanligi haqida zikr qilgan edik. Bugungi darsimizda inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning jannat ahliga tayyorlab qo'ygan ba'zi bir narsalari, fazilatlari haqida zikr qilinadi. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo aytdi: Men o'zimning solih bandalarim uchun ma la aynun ra'at, ko'z ko'rmagan, va la udunun sami'at, quloq eshitmagan, va la khatara ala qalbi bashar, biror bir bashariyatni qalbiga kelib qo'ymagan narsalarni hozirlab qo'ydi. Ya'ni o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, insonni hayoliga kelmagan narsalarni jannatda tayyorlab hozirlab qo'ydim. Va buning gapini tasdiqi o'laroq فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس. Yani nafs Alloh subhanahu va taolo uning uchun qilgan solih amallarini sababidan tayyorlab qo'ygan ko'zini xursand qiladigan narsani bilmaydi degan oyatni o'qidi. Ayni shu ma'nodagi hadis Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan ham rivoyat qilinadi. Faqatgina bu hadisda bu jannatga kirishlik shunchaki tamanni bilan, orzu qilib qo'yishlik bilan bo'lmasligiga dalolat bor. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, shahidtu min Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam majlisan wasafa fihi al-janna hatta intahat. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu aytadilarki, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bir Rasululloh bilan bir majlisda bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u majlisda jannatni vasfi haqida zikr qildilar. Thumma qala fi akhir hadithihi. So'ng gapini oxirisida aytdiki, fiha ma la aynun ra'at. Bu yerda ko'z ko'rmagan, va la udunun sami'at, quloq eshitmagan, va la khatara ala qalbi bashar, insonni hayoliga kelmagan narsalar bor. So'ng Sajda surasidagi 16-17 oyatlarni o'qidi. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم. تتجافى kelimasi arab tilida uzoq bo'lmoq degan. Ya'ni jannatga shunchaki yuqorida zikr qilganimizdek orzu qilib qo'yishlik bilan kirib ketilmaydi. Jannatda kirishlik uchun va kirgandan keyin darajani yuqori bo'lishligi uchun albatta amal qilishligi lozim bo'ladi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytayaptiki, ular kechqurunlar bilan ibodat qilib chiqadi. Mana shu ibodat qilganligidan ularni junub degani yotganda yerga qo'yiladigan taraflariga aytiladi. Ya'ni ularni o'sha jannatga kirishlikni orzu qilgan kishi orzuni o'zi bilan cheklanmasdan kechqurun bilan Alloh subhanahu va taologa ibodat qilib to'shaklaridan uzoqda bo'ladilar. Yad'una robbahum khawfa. Alloh subhanahu va taologa duo qiladilar. Xavfan Alloh subhanahu va taoloni azobidan qo'rqqan holatda Allohdan jahannamdan panoh berishlikni so'rab duo qiladilar. Va tama'a
va Alloh subhanahu va taolodan umid qilib, uni jannatga kirgizishligini umid qilgan holatda duo qiladilar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Va ular dunyo hayotida biz ularga infoq qilgan narsalardan infoq qiladilar deydi. Mana bu o'rinda ulamolar aytishadiki, Alloh subhanahu va taolo va mimma razaqnahum yunfiqun deb aytyapti. Ya'ni biz ularga o'zimiz bergan narsani infoq qiladilar va o'zi aslida u mol dunyo Alloh subhanahu va taolo bu insonga omonat qilib bergan. Mana shu biz o'zimiz bergan narsalardan infoq qiladigan bo'lsa, biz ularga ana shu jannatni beramiz. Va bu jannat nima edi? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya'ni biror bir nafs ular uchun jannatda hozirlab qo'yilgan, ko'rganda ko'zi quvnaydigan, ko'zi xursand bo'ladigan narsalarni bilmaydi. Va yana oyatda aytayaptiki, oxirida bima kanu ya'malun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo uni dunyoda qilgan solih amallariga mukofot o'laroq qilib tayyorlab qo'ygandir. O'sha o'rinda aqidaviy bir masalani zikr qilib ketamiz. Bima kanu ya'malun zohirda qaraydigan bo'lsak, ular qilgan amallarini evaziga deyiladi. Lekin ulamolar aytadiki, yo'q, sababiga deb ma'no beramiz deydi. Ya'ni chunki insonning dunyoda qilgan amallari jannat uchun evaz bo'la olmaydi. Chunki jannat Alloh subhanahu va taolo aytgandek, buni narxi qimmat. Lekin Alloh subhanahu va taolo shu qilgan amalni sabab qilib turib, Alloh subhanahu va taolo unga katta bir mukofot beradi. Agar unda solih amal bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni jannatga kirgizmaydi. Shuning uchun Ibn Qoyyim Javziy rahmatullohi alayh zikr qiladiki, kitoblarida tavakkul bobida ba'zi bir sabablar bor, uni qilishlik vojib deydi. Ba'zi bir sabablar bor, uni qilishlik vojib. Agar uni qilmaydigan bo'lsa, musabbab bo'lgan, natija bo'lgan narsa hosil bo'lmaydi. Misol uchun, inson farzand ko'rishlik uchun, ya'ni solih bir o'ziga nisbat beriladigan, shar'iy jihatdan o'ziga nisbat beriladigan farzand ko'rishlik uchun nikohlanib, oilasiga jimo qilishligi kerak bo'ladi. Mana bu vojib bo'lgan dunyoviy sabab hisoblanadi. Ya'ni ming uni duosi ijobat bo'ladigan kishi bo'lsa ham, lekin sabablarni qilmasdan, "Ya Robbi, menga solih bir farzand bergin" deydigan bo'lsa, u behuda amalni qilayotgan bo'ladi. Qachoniki shar'iy o'rinda nikohlanib, so'ng oilasiga jimo qilgandan keyin, yaqinlik qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolodan so'rashligi mana bu shar'iy sabab bo'ladi. Va mana bu dunyoviy sababi nikohlanishligi bu vojib amallardan hisoblanadi. Xuddi shunday insonni jannatga kirishlik uchun Allohga iymon keltirishligi bu vojib. Bu bo'lmasa bo'lmaydigan sabablardan hisoblanadi. Ya'ni birorta bir kishi iymon keltirmasdan turib jannatga kirishligi mumkin emas. Va endi jannatga kirgandan keyin o'tgan safargi darsimizda aytganimizdek, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu hadisida, ya'ni kimki Alloh subhanahu va taologa iymon keltiradigan bo'lsa va Alloh subhanahu va taologa shirk keltirmaydigan bo'lsa jannatga kiradi. Yoki kimki Allohga iymon keltirgan bo'lsa, namozini o'qisa, zakot, ro'zasini tutsa, zakotini bersa jannatga kiradi dedi. Shunda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu nima dedi? Ya Rasululloh, insonlarga aytib buni xush xabarini beraymi? Insonlarni xursand qilaymi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q, undoq qilmagin dedi. Bir hadisda. Bir hadisda boshqa bir rivoyatda, lekin jannatda 100 ta daraja bor. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilgan kimsalar uchun bo'ladi. Bundan olinadigan narsa shuki, ya'ni insonni jannatga kirishligi uchun ham amal qilishligi lozim bo'ladi. Jannatga kirganda darajasi yuqori bo'lishligi uchun ham amal qilishligi lozim bo'ladi. Shunchaki gap bilan jannatga kira bo'lmaydi. Shunchaki orzu umid bilan jannatga kira bo'lmasligini Alloh subhanahu va taolo mana bu o'rinda zikr qilyapti. Boshqa bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Sa'd ibn Amr al-Ash'athidan, Muhammad ibn Abi Imrondan va Bishr ibn al-Hakamdan, Sufyan ibn Uyaynalardan rivoyat qilinadiki, bu umumiy jihatda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning hadislari. Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsa, buni sharhini Riyos solihinda ham keladi. Bu jannatga eng oxirgi kiradigan kishi bilan jannatga kirgandagi eng yuqori martaba beriladigan kishi. Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taologa aytadiki,
Ya Robbi, akhbirni an adna ahlil jannati manzilatan. Ey Robbim, menga jannatga kirganda eng past darajadagi, ya'ni jannatda eng kam mukofot oladigan kishi haqida xabar bergin dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Na'am, wa rajulun yaji'u ba'dama nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim fa yuqalu lahu udkhulil jannah." فيقول يا رب وكيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول فإن لك مثله ومثله وعقد سفيان أصابعه الخمسة فيقول رضيت ربي فيقول فإن لك هذا وما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga aytayaptiki, men senga jannatga eng oxiri kiradigan kishi haqida xabar beraman. Bu shunday bir kishiki, boshqa bir hadislar bilan to'ldirib aytadigan bo'lsak, jahannamdan eng oxiri chiqadi. Va jannatga kelgan paytda buni insonlar tushunishligi maqsadida insonlarning aqliga munosib bir shaklda zikr qilinyaptiki, ba'dama nazalan nasu manazilahum. Jannatga kirgan kimsalar o'zlarini joylarini olib bo'lgandan keyin, jannatdagi mukofotlarini olib bo'lgandan keyin bu odam keladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo unga aytadiki, kir jannatga deydi. Bu odam aytadiki, Alloh, ey Robbim, qanday qilib kiraman deydi. Insonlar jannatdagi hamma joyini o'zlarining joyini egallab olib, oladigan narsalarni olib. Shunda unga aytiladiki, "Ama tardan yakuna laka mithlu ma kana li malikin min mulukid dunya." Senga dunyodagi podshohni mol dunyosini 5 baravarini bersam rozimisan dedi. Va aytadiki, "Raditu robbi", roziman ey Robbim dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo senga dunyodagi bir rivoyatda dunyodagi podshohga berilgan narsani 50 baravari deb kelgan. Bir rivoyatda bo'ladigan bo'lsa, dunyo va yer va osmondagi narsalarni 50 baravar deb keladi. Va yana qo'shimcha qilib aytadiki, fa innalaka hada va mashtahat nafsuk. Senga mana bu dunyo va undagi narsalar yoki yer va osmonni orasidagi hamma narsalarni 50 baravari va nafsing xohlagan va ko'zing xursand bo'ladigan narsani hammasi senga deydi. Fa yaqul raditu robbi. Shunda u kishi aytadiki, roziman ey Robbim deydi. Shunda Musa alayhissalom aytadiki, ya Robbi, fa akhbirni an a'la ahli al-jannati manzilatan. Ey Robbim, menga jannatga kirganda eng yuqori mukofot beriladigan eng jannatni cho'qqisidagi kishini xabarini bergin deganda, mana bu o'rinda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Ulaykallazina aradtu wa sa ukhbiruka anhum." Ular shunday bandalarimki, men ularni alohida izzat ikrom qilaman. Warastu karomatahum biyadi. Ularga beriladigan izzat ikromni men o'zim o'z qo'llarim bilan hozirlab qo'yganman. Va khatamtu alayha. Va unga muhr qilib qo'yganmanki, faqatgina o'sha jannatga kirganda jannatdagi yuqori cho'qqilar beriladigan kimsalargina bundan foydalanadi. Falam tara aynun va lam tasma' udhunun va lam yakhtur ala qalbi bashar. Shunday bir mukofotga ular birorta bir ko'z ko'rmagan, birorta bir quloq eshitmagan va bashariyatni hayoliga ham kelmagan. Va gapini tasdiq qilib, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun" oyatini o'qidi. Bu hadisda diqqat qilinadigan bo'lsa, ba'zan misol uchun jannatning vasfi zikr qilinganda insonlarni tushunishlik uchun ba'zi bir narsalar aytiladi. Inshaalloh men darsimiz davomida jannatdagi qasrlar, jannatdagi binolar, jannatdagi urf xonalar va jannatning tuproqlari, jannatning mevalari, jannatning daraxtlari, kiyimlari zikr qilinadi. Lekin bu yerda zikr qilingan narsa tamomiy o'sha biz tasavvurimizdagi narsalar emas. Chunki biz jannatdagi narsa g'aybiy olam bo'lganligi uchun tamomiy tasavvur qilishligimizda imkoniyati yo'q. Faqatgina bizni aqlimizga yaqinlashtirishlik uchun zikr qilingan. Zikru takallumul jannah. Jannatni gapirishligi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Lamma khalaqallohu jannata adnin
خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. Alloh subhanahu va taolo Adn jannatini yaratgandan keyin unda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonni xayoliga kelmagan narsalarni yaratdi-da, so'ng jannatga aytdiki, takallami, gapir deganda qad aflahal mu'minun. Mu'minlar najot topdilar dedi. Jannat o'zida Alloh subhanahu va taolo mu'minlar uchun hozirlab qo'ygan narsani ko'rgandan keyin darhaqiqat haqiqiy mu'minlar najot topdilar dedi. Zikru bina'il jannah nasallallohu min fadlihi an yudkhilana al-jannah. Jannatni binosini zikri. Alloh subhanahu va taolodan o'zining fazli bilan bizni ana shu jannatlarga kirgizishligini so'raymiz. Ana Abi Hurayra yaqul, qulna ya Rasululloh, inna idza ra'aynaka raqqat qulubuna wa kunna min ahli al-akhirah wa idza faraqnaka a'jabatna ad-dunya wa shamamna an-nisaa wal awlad. قال لو تكونون أو قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يمت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات ويقول رب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. Abi Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki, biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytdik. Aytdiki, Allohning rasuli, biz siz bilan birga bo'lgan paytimizda qalbimiz yumshaydi va oxirat insonlaridan bo'lib qolamiz. Ya'ni faqatgina ana shu oxiratga g'am qiladigan, oxiratni o'ylaydigan, hayolimiz faqatgina ana shu jannat bo'lib qoladi siz bilan o'tirgan paytimizda. Ammo qachoniki sizni majlisingizdan chiqqanimizdan keyin ajabata dunyo, yana dunyo bizni o'ziga tortishni boshlaydi. Va shamamnan nisa val avlad, va ahli oilalarimiz bilan, farzandlarimiz bilan o'yin kulguga kirib ketib, dunyo ahlidan bo'lib qolamiz. Shu o'rinda e'tibor beriladigan bo'lsa, bu yerda hozir urg'u olishligimiz kerak bo'lgan, ibrat olishligimiz kerak bo'lgan eng katta narsa solih kishilar bilan ko'proq birga bo'lishlik. Chunki bu dunyo foniy dunyo. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Endi bizga oxiratni eslatadigan eng katta sabablardan bittasi solih kishilar bilan birga bo'lishligi. Chunki sahobalar nima deyapti? Ey Allohning rasuli, biz siz bilan bo'lgan paytimizda hayolimiz faqatgina oxirat bo'lib qoladi. Faqatgina hayolimiz jannat bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taoloni zikr qilamiz. Va mana bu narsa insonni dunyodan uzoqlashtiradi. Inson dunyodan uzoqlashgandan keyin uni ma'siyatlardan to'siladi. Chunki insonni ma'siyat qilishligiga eng katta sabab dunyoga bo'lgan muhabbati. Chunki misol uchun o'tgan safargi darslarimizda ham aytdikki, va boshqa ba'zi o'rinlarda, boshqa joyda qilgan darslarimizda ham zikr qilganmizki, ya'ni insonni o'zi eng katta ma'siyatga undaydigan narsa nafs bilan shayton. Lekin mana shu nafs bilan shayton ham insonni ma'siyatga, dunyoga qiziqtirib undaydi. Har qanday bir inson ma'siyat qilgan gunohlarini zikr qiladigan bo'lsa, dunyoga bo'lgan muhabbatidan kelib chiqadi. Havoyi nafs chunki mana shu narsani xohlaydi. Shuning uchun sahobalar aytayaptiki, Allohning rasuli, biz siz bilan bo'lgan paytimizda oxirat insonlaridan bo'lib qolamiz. Fikr hayolimiz oxirat bo'lib qoladi. Shuning uchun Ibn al-Qayyim Jawziy rahmatullohi alayh Tibbul Qulub degan kitoblarida, Solih Ahmad Shami jamlagan kitoblarida insonda iymonini ziyoda qiladigan ikkinchi narsa solih kishilar bilan birga bo'lishlik. Idza faraqnaka a'jabatna ad-dunya. Qachoniki sizdan uzoqlashadigan bo'lsak, dunyoga bo'lgan muhabbatimiz yana qaytib keladi. Dunyo bizni o'ziga jalb qiladi. Ayollarimiz, farzandlarimiz. Xo'p, mana bu o'rinda ham urg'u beriladigan narsa dunyoga muhabbat qo'yishlik bu sahobalarda ham hosil bo'lgan.
dunyo bilan aldanib qolishlik sahobalardan ham hosil bo'lgan. Endi buni boshqa bir jihatdan qaraymizki, Alloh subhanahu va taoloning lutfi, marhamati, karomi jihatidan qaraymiz. Ya'ni sahobalarki ham shundoq ekan, bizdan ham shu narsalar sodir bo'layotgan paytda noumid bo'lmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo shundoq qilib qo'ydi. Ya'ni endi ular sahobalarda payg'ambarlarni ko'rganda deb turib, noumid bo'lmasligimiz uchun. Ya'ni bu degani dunyoga berilsak bo'laveradi degani emas. Ya'ni dunyoga berilishlik insonning tabiatida bor. Ya'ni inson imkon qadar insonni ma'siyatga boshlaydigan dunyoga berilishlikdan tamomiy uzoqda bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Lekin baribir insonmiz, bashariyatmiz, Alloh subhanahu va taolo bizni tabiatimizga, fitratimizga mana shu narsani ekib qo'ygan va mana shu narsa bilan kurashligimiz bizni imtihonimiz hisoblanadi. Shu imtihondan o'talsakkina Alloh subhanahu va taolo solih kimsalar uchun tayyorlab qo'ygan jannatga kira olamiz. Va yana aytayaptiki, mana bu o'rinda insonni dunyo topishlikdagi eng katta maqsadlari ayollar va farzandlari deyapti. Ya'ni inson haqiqatda bir yashaydigan bo'lsa, xoh kofir bo'lsin, fosiq bo'lsin, g'oliban insonni aksari fitrati buzilmaganlari dunyo deganda xursandchilik, baxt, saodat deganda ozgina mol dunyo va ahli oila, farzandlar nazarda tutiladi. So'ng shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning javoblari shunday bo'ldiki, law takunun. Ya'ni o'zi aslida bu jumlaning tagida o'zi aslan shunday bo'lishlaringiz kerak. Chunki agar sizlar bunday bo'lmaydigan bo'lsalaringiz, har doim meni oldimda o'tirgandek faqat oxiratni o'ylaydigan bo'lganlaringizda la safahatkumul malaika. Farishtalar sizlar bilan qo'l berib ko'rishgan bo'lardi. Va sizlarning uylaringizda farishtalar ziyorat qilgan bo'lardi. O'zimizda lug'at bilan aytadigan bo'lsak, uylaringizga mehmon bo'lib kelgan bo'lardi. Walau tuznibu. Lekin dunyoda insondan qasd qilingan narsa maqsad bu emas, deyapti. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, walau lam tuznibu. Agar sizlar gunoh qilmay qo'yganlaringizda edi, Alloh subhanahu va taolo sizlarni ketkizib, sizlarni o'rnlaringizga gunoh qilib tavba qiladigan kimsalarni olib kelib qo'yadi. Ulamolar mana bu hadisni sharhida aytadiki, bu hadisda gunoh qilishlikka undov yo'q. Bu hadisni qarshi, ya'ni teskari tarafidan tushunishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni inson gunoh qilib qo'yadigan bo'lsa, shu gunohkor bo'ldim endi deb turib noumid bo'lmasdan darhol Alloh subhanahu va taologa istig'for qilishlikka shoshilishlik kerak bo'ladi. Agar sizlar gunoh qilmay qo'ysalaringiz, Alloh subhanahu va taolo sizlarni ketkizib, o'rnlaringizga gunoh qilib istig'for aytadigan kishilarni keltiradi. Shunda biz aytdikki, Allohning rasuli bizga jannat haqida xabar bering dedik. Jannatning binolari qanday bo'ladi deganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, labinatu zahabin va labinatu fidda. Jannatdagi binolarning g'ishlari tillodan bo'ladi. G'ishlari kumushdan bo'ladi. Melatuha, uni shuvog'i yoki suvog'i al-miskul azfar. Eng oliy sortli, eng oliy darajali miskdan bo'ladi. Hasba'uha al-lu'lu wal yaqut. Uni toshlari marjonlar va yaqutlar, durlardan iborat bo'ladi. Va turabuha za'faron, tuprog'i bo'ladigan bo'lsa, za'farondan bo'ladi. Man yadkhuluha yan'am. Kimki jannatga kiradigan bo'lsa, faqat rohatda bo'ladi. Va la yab'as. Hech qachon g'amga tushmaydi. Va yakhludu va la yamut. Bu yerda abadiy bo'ladi. Hech qachon vafot etmaydi. La tabla thiyabuhu. Kiyimlari eskirmaydi. Va la yafna shababuhu. Qarimaydi. Yoshligi ketib qolmaydi. So'ng payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu narsani zikr qilgandan keyin insonni jannatga kirgizadigan ba'zi bir amallarni zikr qildi va jannatga kirishligidan to'sib qo'yishligi mumkin bo'lgan ba'zi amallarni zikr qildi. Aytdiki, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 kishi borki, ularning duosi rad qilinmaydi, albatta ijobat bo'ladi. Birinchisi al-imam al-adil, adolatli podshoh. Ya'ni bu insonni jannatga olib kiradigan amallardan. Adolatli podshoh. Bu yerda ulamolar aytishadiki, bu yerda podshohdan qasd qilingan narsa o'z aslida xalifa. Lekin buni ostiga boshqa kichkina ro'ayyalar ham kirib ketadi deydi. Misol uchun, al-imam al-adil, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sizlarning har bittalaringiz boshliqsizlar va har bittalaringiz qo'l ostilaringizdagi kishilardan so'ralasizlar. Bu yerda al-imam al-adil, adolatli
imom deganda birinchi o'rinda xalifa nazarda tutiladi. Birinchi o'rinda xalifa nazarda tutiladi. Undan keyin vali nazarda tutiladi. Bugungi istilohimizda aytadigan bo'lsak, hokim. Lekin bu demokratiyani hokimlari nazarda tutilmaydi. Bu yerda islomiy jamiyatdagi hokimlar nazarda, valilar nazarda tutiladi. Undan keyin qodiylar nazarda tutiladi. Ya'ni mana shu kishilar agar adolatli bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ularni har bitta qilgan duosini ijobat qiladi, rad qilmaydi. Ikkinchi duosi ijobat bo'ladigan kishi as-soim hatta yuftir. Roza tutgan kimsa to iftor qilguncha. Xo'p, mana bu o'rinda jannatga kirishligiga qanaqa buni aloqasi bor deyiladigan bo'lsa, agar imomul adil bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan salohiyatli imom bo'ladi. Salohiyatli imomni dunyoda talab qilgan eng katta narsasi nima? Alloh subhanahu va taoloning roziligiga erishishlik. O'sha Allohning roziligiga erishishlik uchun inson duo qilishlik kerak bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a va arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allohimizga haqni haq qilib ko'rsatib, uni ana shu haqqa amal qilishlikka muvaffaq qilgin, botilni botil qilib ko'rsatib, uni bizdan uzoqlashtirgin. Allohumma inni as'aluka jannatakal firdaws va a'udhu bika minan nar. Allohim, men sendan Firdavs jannatingni so'rayman va jahannamdan panoh so'rayman. Mana shu duolarni qiladi. Natijada Alloh subhanahu va taolo uni duosini ijobat qilgandan keyin jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan amallardan bo'ladi. Va uchinchisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, va da'vatul mazlum. Mazlumni duosini ham Alloh subhanahu va taolo rad qilmaydi. Tuhmalu alal ghamam. Mazlumni duosini Alloh subhanahu va taolo bulutlarga ko'taradi. Va tuftahu laha abwabus samawat. O'sha duo uchun osmonlar eshigi ochiladi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va izzati. Izzatimga qasam ichib aytamanki, la ansurannaka walau ba'da hin. Albatta men senga yordam beraman, hattoki ba'da hin, ozgina muddat o'tgandan keyin ham. Xo'p, mana bu o'rinda diqqat qilinishli kerak bo'lgan o'rinlardan bittasi ulamolar mana shu hadisni sharhida aytadiki, bu yerda ulamolar aytadiki, agar mana bu mazlum kofir bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo mazlum bo'lib turgan o'rinda yordam beradi dedi. Agarchi mana bu mazlum kofir bo'lsa ham mazlum bo'lib turgan o'rinda albatta Alloh subhanahu va taolo unga yordam beradi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, kofirgaki Alloh subhanahu va taolo mazlumlik paytida yordam beradigan bo'lsa, uni duosidan qo'rqishlikdan, ehtiyot bo'lishlikka chaqirgan bo'lsa, salohiyatli, taqvodor, muttaqin bo'lgan kimsalarga zulm qilishlikdan inson juda ham ehtiyot bo'lishlik kerak. Xossatan eng mazlum bo'lgan bir holatlardan inson farzandlarining holatida diqqat qilish kerak bo'ladi. Misol uchun ba'zan onalarimiz bo'lsin, yoki dadalarimiz bo'lsin, kichkina bolalarni jahli chiqqan paytda zulman uradigan o'rinlari bo'ladi. Sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni zulman deb aytyapmiz. Nimani hisobiga esa? Chunki bugungi kunda bolaning tarbiyasiga taalluqli bo'lgan kitoblar o'qiysizmi? Oldingi paytlardagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonasidagi bolaning tarbiyasiga taalluqli bo'lgan hadislarni eshitasizmi? Ya'ni ba'zan bizda xossatan o'zbeklarimizda farzandga jahli chiqqan paytda, asabiylashgan paytda zulm qilishlik bor. Mana bu narsadan diqqat qilishligingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizning farzandlarimiz duo qilishni bilmaydi degan bir o'rinlarda nima qilmasligimiz kerak. Sababi nimaga deyilsa, chunki ba'zi bir narsa borki, Alloh subhanahu va taolo lisanul hal, ya'ni insonning holatiga qarab ham duosini ijobat qilib qo'yadi. Shuning uchun sahobalardan biri keldi-da, "Ey Allohning rasuli, men sizga doim Alloh subhanahu va taolodan Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad deb aytaman" deganda shu narsa duoda o'rniga kifoya qiladi. Ya'ni inson mana shu zikrda aytib turib qalbida o'tkazgan narsani Alloh subhanahu va taolo ijobat qilib qo'yishligi mumkin deydi. Xuddi shunday ayollarga zulm qilishlikdan inson ehtiyot bo'lishlik kerak. Nimani hisobiga? Ba'zan bitta qarg'a voradi ayollarning tilidan, yaxshigina bitta qarg'a vorsa Alloh subhanahu va taolo o'sha qarg'ani ijobat qilib qo'yishligi mumkin. Ayni shaklda, ya'ni aksini aytamizki, ayollar ham erlariga zulm qilishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu insonni hayoti davomida topilishligi kerak bo'lgan, ya'ni topilishligi sodir bo'ladigan amallardan bu. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
boshqa hadisda Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuning hadisida va iyyaka va da'vatul mazlum dedilar. Iyyaka va da'vatul mazlum, mazlumni duosidan qo'rqinglar. Mazlumni duosidan qo'rqqin deb aytdi. Mavzumizga taalluqli bo'lgan joyi bu yerda yuqorida zikr qilganimizdek jannatda binolarini g'ishlari tilladan, kumushdan va uning shuvolari esa eng oliy sortli miskdan bo'ladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan jannat haqida so'raldi. Man yadkhulul jannata yahya la yamut. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki jannatga kiradigan bo'lsa, jannatda o'lmaydi. Umrbod hayotda bo'ladi. Va yan'amu la yab'as. Shodlikda, xursandchilikda, rohatda, farog'atda bo'ladi. Xafa bo'lmaydi, mahzun bo'lmaydi. La tabla thiyabuhu. Kiyimlari eskirmaydi. Va la yafna shababuhu. Yoshligi ketib bo'lmaydi, qarimaydi. Binolari tillodan va kumushdan, shuvoqlari miskdan va hasbauha toshlari bo'ladigan bo'lsa, tillodan va durlardan va yaqutdan bo'ladi. Va tuprog'i za'farondan bo'ladi. Fatima radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari Fatima radhiyallohu anha o'zini onalari haqida so'rayaptiki, ayna ummuna Xadija. Endi bu yerda xitob zikr qilinmagan. Xitobda dadajon, onam Xadija qayerda degan bo'lishligi mumkin. Yoki Allohning rasuli onamiz Xadija radhiyallohu anha qayerda deb so'raganda, fi baytin min qasabin la laghwun fihi va la nasabun bayna Maryam va Asiya imratu Fir'aun. Qalat amin hada al-qasab? Qala la min al-qasab al-manzum bid-durr wal-lu'li wal-yaqut. Onamiz Xadija radhiyallohu anha qayerda Allohning rasuli deganda, shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qamishdan bo'lgan jannatdagi bir uydadir. Bu yerda lag'u gaplar ham yo'q, va nasab mashaqqat ham yo'q. Va Xadija radhiyallohu anha Maryam alayhissalom bilan Osiyo Fir'avnning ayoli Osiyo onamizning orasida, o'rtalarida dedi. Shunda Fatima radhiyallohu anha min hadal qasab, mana bu dunyodagi qamishdanmi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Jannatdagi qamishlar mandumun bid-dur, dur, marjon, yaqutlardan bo'lgan qamishdan bo'lgan uyda deb aytdilar. Allohu taala a'lam. Zikru turbatul jannah. Jannatning tuproqlarini zikri. Nasallalloha al-jannata bi fadlihi va karamihi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu kishi aytadilarki, kana Abu Dharr yuhaddithu an Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Dharr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib aytardiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, dakhaltul jannata fa idha fiha janabidul lu'lu va idha turabuha al-misk. Jannatga kirdim. Jannatga kirsam, jannatda lu'lu, marjonlardan, durlardan bo'lgan gumbazlar, minoralar bor ekan. Va jannatning tuproqlari esa miskdandir dedi. Zikru lawnul janna. Jannatning rangi. Jannatda asosiy qaysi rang bo'ladi? Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Xalaqallohul jannata bayda." Alloh subhanahu va taolo jannatni oppoq qilib yaratgan. Va ahabbuz zi ilallohi al-bayad. Kiyimlarning ichida Alloh subhanahu va taologa eng mahbubi bu oq rangdir dedi. Falyalbasu ahyaukum. Tiriklaringiz ham oq kiyim kiysin. Va kaffinu fihi mautakum. Va oq kiyimda mayyitlaringizni kafallaylar. Thumma amara bi ri'a'i sha'i fajumi'at. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'ponlarni to'planishligini buyurdilarda, cho'ponlar to'planganda man kana za ganamin su'in falyakhlit biha bayda. Kimniki qo'ylari faqat qora qo'ylardan iborat bo'lgan bo'lsa, unga oqini aralashtirib olinglar dedi. Nimaga desa, baraka bo'ladi. Shunda bir ayol keldi-da, Allohning rasuli, "Inni ittakhadtu ganaman su." Men qora qo'y boqish uchun qora qo'y oldim deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shunda bu ayol keldi, Allohning rasuli,
Men qora qo'ylar olgan edim, o'smayapti, ziyoda bo'lmayapti, ko'paymayapti dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam affiri dedi. Ya'ni oq qo'yni aralashtirgin, o'shanda Alloh subhanahu va taolo baraka beradi deb aytdilar. Zikru nurul janna. Jannat nurining zikri. Nasallallohu bi fadlihi va karamihi. Amin. عن زميل بن سماك سمع أباه يحدث أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره، فقال: يا ابن عباس، ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قلت: ما نورها؟ قال: أما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس؟ فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. قال: قلت: فما أنهارها؟ أفي أخدود؟ قال: لا، ولكنها تجري على الأرض الجنة مستكفة، لا تفيض لا ها هنا ولا ها هنا. قال الله لها: كوني، فكانت. قلت: فما حلل الجنة؟ قال: فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان، فإذا أراد ولي الله منها كسوة انحدرت إليه من غصنها فانفلقت له عن 70 حلة ألوان بعد ألوان ثم تنطبق فترجع كما كانت. Va jannatni vasfini o'zi faqatgina Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan kimsalargina tasdiq qiladi. Ba'zi bir jannatning vasfi haqida kelgan qissalar o'tdagi ertakka o'xshaydi yoki zamonamizdagi til bilan aytadigan bo'lsak fantastikaga o'xshaydi. Lekin bu narsalarda bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam modomiki xabar berdimi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar Rasulullohdan eshitib xabar berdimi, albatta mana bu narsa haq rost bo'lgan narsa. Buni tasdiq qilishligimiz bu bizni kofirlardan ajratib turadigan sifatlarimizdandir. Xo'p, Zamil ibn Sammak aytadilarki, otasi Sammakdan annahu laqiya Abdulloh ibn Abbas. U kishi Madinada Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu bilan uchrashib qoldi. Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu hayotlarining oxirida ko'zlari ko'r bo'lib qolgan. Ya'ni Madinada uchrashgan paytda ko'zlari ko'r edi. Shunda u kishi aytdiki: "Ey ibn Abbos, menga jannat haqida xabar bergin" dedi. "Ma ardul janna?" Jannatning yeri qanaqa dedi. Shunda ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilarki, jannatning yeri marmardan iborat bo'lib oppoqdir. Oppoq kumushdan iborat bo'lgan, xuddi bir oynaga o'xshaydi. Qultu ma nuruha? Uni nuri qanaqa deganda, illanahu laysa fiha. Ya'ni quyosh chiqishidan ozgina oldingi vaqtni bilasanmi dedi. Quyosh chiqishidan ozgina oldingi vaqtda, ya'ni yorug' bo'ladida, hali tamomiy yorug' bo'lmasdan yorug' bo'ladi. Ana shu jannatning nurlaridandir. Lekin jannatda shams, quyosh bo'lmaydi, va zamharir va sovuq ham bo'lmaydi. Shunda uni jannatni daryolar haqida menga aytgan. Afi uhdudin, u o'sha bir chuqurlikda bo'ladimi deganda, la dedi, yo'q dedi. Walakinnaha tajri alal ardil janna. Daryodagi, jannatdagi daryolar bu chuqurda bo'lmaydi, u yerda oqadi, lekin Alloh subhanahu va taoloning to'sib qo'ygan. Bu yoqqa ham toshib ketmaydi, bu yoqqa ham toshib ketmaydi. Qalallohu laha kuni va kanat qultu fama hulul janna. So'ng aytdimki, jannatni kiyimlari qanaqa bo'ladi? Mana shu o'rinda inshaalloh taomlar bobida kelganda ham shunga o'xshash hadis zikr qilinadi. Fiha shajaratun. Jannatda daraxtlar bor. Daraxtlarda mevalar bor. Xuddiki bir anorga o'xshaydi. Qachonki Alloh subhanahu va taoloning do'sti jannatga kirgan solih kishi biror bir kiyimni xohlaydigan bo'lsa, o'sha daraxtni mevasi shoxidan tushadi. Fan falaqat lahu an 70 hulla. Va ochiladi, uni ichida 70 ta kiyim bo'ladi. Alwanun ba'da alwan. Turli rangdagi 70 ta kiyim bo'ladi. Va so'ng o'shandan jannatdagi kishi, solih kishi o'ziga kerak bo'lganini olgandan keyin tantabiqu. Bu o'sha mevaga o'xshagan narsa tantabiq yopiladi-da, yana o'zini eski joyiga qaytib qoladi. Vallohu taala a'lam. Mana shu qadr bilan darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati bilan bizlarni o'zini jannatga kirgizishligini so'raymiz. Subhanakallohumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.